Assalomu obunachilar. Mana bugun mana shu Instagram, YouTube, TikTok orqali mana qidirib topgan mana shu birinchi obunachimizni ishi mana bitay deb qoldi. Mana bu 8 xonadan iborat xonalar bari mana 8 xona. Kimga shunaqa tez va sifatli ishlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar pastdagi raqamga 1585 ga. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Odiyliklar 8 ta shogirdlar bor. Bu ishimiz ham mana 5-6 kunlik ish qoldi, mana bitib qoldi. Navoiy, Buxoro, Farg'onadan obunachilarimiz zakaz qildi. 8 ta ochirt bo'ldi. Kimda shunday uy qurish niyatida bo'lsa bog'lanishlaring mumkin.